Xo'sh, mana shu kamerani qo'ysam bo'ldi. Endi qishlog'imiz xavfsiz. Hop, o'zimning uyimga ham qo'ydim, bu yoqqa ham qo'ydim. Barchaga salom do'stlarim, sizlar bilan men Kompot. Xush kelibsiz mening yangina videomga. Do'stlar, men ertalabdan turib, menni aytgan vazifasini bajardim. Ya'ni qishlog'imizga kameralar o'rnatib chiqdim. Nega desangiz do'stlar, qishlog'imizda agar qandaydir o'g'irlik bo'lib qolsa, stop. Bu yerda nimaga politsiyalarning mashinasi turibdi? Tushunmadim. Politsiyalar? Jitel, bu yerda nima bo'lyapti? Ha, Kompot kel, bu yoqqa turib olgin, qandaydir muammo bo'libdi. Xo'p, Jitel, hozir, xo'p. Xullas, hamma meni eshitsin. Kecha millionerning mashinasi o'g'irlangan va biz uni orqasidan quvlaganmiz. Va mashina mana shu yergacha biz bilan quvlashib, keyin mana shu yerda yo'q bo'lib qolgan. Shuning uchun biz shu yerdamiz. Mashina, Jitel, qanday mashina bo'lishi mumkin? Kompot, aytishlaricha millionerning Almazning mashinasi ekan. Kechirasiz janob, biz bilsak bo'ladimi qanaqa mashinaligini? U mashina almazniy bo'lgan, ya'ni juda ham qimmat mashina. U millionernik edi. Shuning uchun ham millioner bizga aytdi, bo'lmasa oddiy mashina bo'lganda bizga aytmas edi. Jitellar, kecha hech kim almazli mashinani ko'rmaganmidi? Yo'q, Senchi? yo'q, men ham ko'rganim yo'q. Janob, meni biroz ishlarim bor edi. Maylimi ketsam? Ha, hamma ketishi mumkin. Biror bir yangilik bo'lsa bizga aytinglar. Ha janob, biror bir yangilik bo'lsa albatta aytamiz. Unda men ketdim. Sizlarga omad. Men ishlarim bor edi. Bo'pti, men ketdim. Do'stlar, qandaydir almazli mashina yo'qolgan deyishyapti-yu. Axir qanaqasiga almazli mashina yo'qoladi? Millionerni axranalari bo'lsa, kim bo'lsa ham judayam bir yaxshiroq, kuchliroq, tajribali o'g'ri o'g'irlagan bo'lsa kerak. Chunki millionerning uyidan hali uncha-muncha o'g'rilar narsasini o'g'irlay olmagan. Ya'ni qo'lga tushib qolishgan. Lekin men kameralar qo'yib qo'ydim. Bizning qishloqda qandaydir o'g'irlik bo'lsa, kameralar yozib oladi. Stop. Bu nima? Garajmi? Garaj eshigi bu yerda nima qilyapti? Tushunmadim. Stop. Ana bu yerda nima? Almazniy mashina? Tushunmadim. Axir meni qo'shnim o'g'rimi? Almazniy mashina nega uni uyida turibdi? Uni uyida nima qilyapti? Tushunmadim. Axir mening qo'shnim. Nahotki meni qo'shnim o'g'ri bo'lib chiqqan bo'lsa? Stop. Almazniy mashina axir shu yerda-ku. Buni ochib ko'rishim kerak. Politsiyachilarga aytsammikan yo aytmasammi? Mayli, birinchi ochib ko'ra qolay. Hop, men kerakli narsalarni olib oldim. Endi hech kim qaramayotganda ochib ko'rishim kerak. Hop, qo'shnining o'zi menimcha qo'shni qishloqqa ketgan edi. Chunki kecha ketaman degan edi menga. Hop. Opa. Chunki boya ham biz bilan yig'ilishda qatnashmadi. Ya'ni boyagi politsiyachilar bilan yig'ilganimizda. Opa, qani? Almazniy mashina. Axir qo'shnim. Nahotki o'g'ri bo'lsa? Qo'shnimni sota olmayman-da politsiyachilarga. Yo sotsammikan-a? Aytsammikan, aytmasammikan-a? Qo'shnim keyin xafa bo'lib qolmaydimi? Menimcha qo'shnimni bu ishdan keyin qamatsa kerak. Baribir politsiyachilarni erta-indin kallasi ishlab qolishsa, kameralarni ochib ko'rishadi. Kamerani ochsa esa qo'shnim o'g'irlik qilganligini ko'rishsa, baribir olib ketadi. Men buni politsiyachilarga aytishim kerak, chunki men ham kameraga tushib qoldim. Ular kamerani ochishganda men vaqtida aytmaganligim uchun meni ham qamab qo'yishlari mumkin. Shuning uchun aytishim kerak. Stop, politsiyachilar qani? Hojitel, politsiyachilar qani? Bilmayman. Politsiyachilar endi qayerda? Men qayerdan topaman ularni? Qishloqni yaxshilab qara. Ha, bo'pti, shunday qilaman. Mana topdim. Hoy janob, men almazli mashinani topdim. Qayerda ekan almazniy mashina? Meni uyimning to'g'risidagi qo'shnimning uyidan topdim. U meni yaqin qo'shnim edi, lekin uni o'g'irlik qiladi deb o'ylamagandim. Yuring, orqamdan ko'rsataman sizga. Xo'p, qani yurchi? Xo'p, janob, qani tezroq boraylik, birov yana ko'rib qolmasin. Yuring, orqamdan. Mana shu uyda, mana shu qo'shnimning uyidan topdim. Mana, kelinglar. O'sha yerni kavlab ham qo'ydim. Mana shu yerda. Mana garajning ichida ekan. Hop. Mana o'sha men sizlarga aytgan almazli mashina. Shu mashinani izlayotganmidinglar? Mana o'sha mashina. Ha, xuddi shu mashinani izlayotgan edik, lekin bu uyning egasi qayerda?
Kecha men bilan gaplashganda qo'shni qishloqqa boraman deyotgandi. Menimcha hozir kelib qolsa kerak. Xo'p, mayli, unda kutamiz. Nima bu yerda nima bo'lyapti? Mana janoblar qo'shnim keldi. Qarshilik ko'rsatma, xo'sh, Jitel. Nimaga? Meni uyimni tagida bu mashina nima qilyapti? Men hech narsani bilmayman. Meni qo'yib yuboringlar, iltimos. Qo'shni axir sendan kutmagan edim. Sen millionerning mashinasini o'g'irlabsan-ku, bizning qishlog'imizni sharmanda qilding. Qanaqa mashina? Men hech qanday mashinani bilmayman. Millioner kim o'zi? O'zingni jinnilikka yoqma, xo'sh, Jitel. Mana axir qo'shni seni uyingdan chiqyapti-ku. Men bunaqa mashina borligini ham bilmas edim. Ketganimda bu mashina yo'q edi. Lekin bir tarafdan to'g'ri aytyapsan. Axir sen ketganingda haqiqatan ham yo'q edi-ku. Iltimos, meni qo'yib yuboringlar. Meni aybim yo'q bu narsada. To'g'ri. Axir yo'q edi. Janoblar, kecha bu haqiqatan ham qo'shni qishloqqa ketganda bu mashina yo'q edi bu yerda. Lekin mashina buning uyidan chiqdi-ku. To'g'ri, buni uydan chiqdi, lekin kecha axir yo'q edi-da bu mashina bu ketayotganida. Keyin kelganida endi mana men o'zim ko'rib qoldim. Endi paydo bo'libdi. Ha, aytgandek, bizning qishloqda kamera bor. Yaxshisi yuringlar o'sha kamerani ko'raylik, kim aybdorligini bilib olamiz o'shanda. Yuringlar orqamdan ko'rsataman sizlarga. Xo'sh, mana shu uyda kameralar. Mana shu uyda ko'rsa bo'ladi kameralar videosini. Kelinglar. Hop. Mana shu yerda. Qani kelinglar, ko'ramiz. Qani qo'ychi. Hop. Kechagi soat 3:30dagi videolar. Hop. Hozir mana. Hop, bo'ldi. Tezroq yetib olishmasin. Tezroq yursangchi, la'nati mashina. Ha, bo'ldi, ana. Mashinani endi qayerga berkitsam ekan, ha? Hozir orqamdan kelib qolishadi. Mana shu yerga berkitaman. Mana shu yer yaxshi joy bo'lsa kerak. Hop, mayli. Mana shu yerda. Hop. Bo'ldi. Tezroq. Ana bo'ldi. Endi o'zim o'rmonning ichida 1-2 kun o'tirib turaman. Ketdim. Hozir kelib qolishadi, ketdim. Aha, tushunarli. Bo'ldi, men tushundim. Endi u Jitelni qo'yib yuboramiz va o'sha o'g'rining orqasidan boramiz. Ha, to'g'ri janoblar, shunday qilamiz. Jitelga aytay, uni aybi yo'qligini. Xullas, Jitel seni qo'yib yuborishdi, seni aybing yo'q. Aha. Aytdim-ku men sizlarga, meni aybim yo'q deb. Men ketganimda bu joy haqiqatan ham yo'q edi. Endi yana uyimni to'g'irlab qo'yishim kerak. Ha, bu mashina endi hozircha seni uyingda turib turaversin, chunki o'g'rini tutganimizcha sening uyingda turib turadi. Aha, xo'p, lekin men bu mashinaga qo'limni uchini ham tekkizmayman. Yana meni qamab qo'yishmasin. Mana janoblar, mashina qo'shnimning uyida turib turadigan bo'ldi. Sizlar qayerga ketyapsizlar? O'g'rini tutishga ketyapsizlarmi? Ha, Jitel, biz politsiyachilar bilan o'g'rini tutib kelamiz. Sen mashinaga yaxshilab qarab turgin. Yana birov o'marib ketmasin. Biz unda ketdik. Janoblar, meni orqamdan yuringlar-da, videodagi joyni ko'rsataman sizlarga. Ketdik. Tezroq borishimiz kerak, tezroq. Mana shu tarafga qarab ketgan edi. Mana shu o'rmonning ichida bo'lsa kerak, chunki bu yerda juda ham daraxtlar ko'p. Ha, ana janoblar o'tiribdi. Sen xavotir olma, bizda qurol bor. Sekin o'zing borda uni qo'rqit. Biz seni orqangdan chiqamiz. Boraver. Hop. Salom o'g'ri, qalaysan, yaxshimisan? Tez o'rningdan tur va qo'llaringni ko'tar. Qimirlasang otib tashlaymiz. Nima qilyapsizlar? Men shunchaki o'rmonda dam olyapman-ku. Kompot, mana shu o'g'rini sen yerga yotqizib qo'llarini bog'lagan. Aha, janob, tushunarli. Qani bu yoqqa ana bo'ldi. Mana janoblar, endi bemalol buni olib ketsanglar bo'ladi. Yaramas, seni deb sal qolda qo'shnimni qamatib qo'yishimga o'zim. Mana janoblar, o'g'rini ham tutib oldik-a. Ha, bu yaramas qochib qayerga ham borardi. Ha, to'g'ri aytasizlar. Endi nima qilamiz? Boya yordamchi kuch chaqirganmidinglar? Boya juda ham ko'p mashinalarning ovozi eshitilgan edi. Ha, chaqirgan edik, sen borib ularga tushuntir, Jitelni qamab qo'yishmasin. Ha, to'g'ri aytyapsizlar. Unda men tezroq borishim kerak, qamab qo'yishmasin. Bo'pti, o'zingizlar yetib olasizlar. Tezroq. Tag'in Jitelni qamab qo'yishmasin. O'zi qo'shnimni uyini topganimni bekor aytdimmi deb o'ylayapman. Mayli. Xo'p, mayli, endi kech. Aytib qo'ydim. Qo'shnimni qamab qo'yishmasin. Stop. Janob, to'xtang, bu aybdor emas. Axir nimaga bizga shu aybdor deb aytishdi-ku? Yo'q janob, yo'q. Biz keyin kameradan ko'rib o'g'rini topdik. O'g'rini ana bu yerda ikkita politsiyachi ushlashdi. O'g'ri mashinani mana shu qo'shnimning uyiga berkitib ketgan ekan. Kompot, men qo'rqib ketyapman. Iltimos, meni qamab qo'yishmasin. Jitel, qo'rqma, seni qamab qo'yishmaydi. Sen bu yerda aybsizsan. Hozir janoblar, men sizlarga hammasini tushuntirib beraman. Jitel, senga ham nima bo'lganini hammasini tushuntirib aytib beraman. Hozir janob, ana u ikkalasi kelsa ham sizga tushuntirib berishadi. Shu yerda turib turinglar, men hozir ana u uyga boraman-u kelaman.
Xo'p, hammaga xayr, obunachilar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Video yoqqan bo'lsa videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yish esinglardan chiqmasin. Hammaga xayr.